As-sakitu anil haqqi shaytonun akhras. Haqni aytmay sukut saqlaydigan inson go'yoki soqov shayton kabidir. Hizbut Tahrir o'zining maqsadlariga erishish uchun islomiy niqob bilan Qur'on oyatlarini qo'llab, noto'g'ri izoh berib, to'g'ridan to'g'ri tarjima qilib va ularga ergashmaganlarni kofir deb takfir qilishadi. Va bunga ular shu oyatni keltirishadi. Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun. Ma'nosi, kim Alloh nozil qilgan shariat bilan hukm qilmasa, ana o'shalar kofirlardir. Aslida uning tafsiri shunday. Ahlus sunna val jamoa ulamolarining ikki asosiy ta'vili bor. Birinchi ta'vil, bu oyat yahudiylar haqida nozil bo'lgan. Ular Tavrotdagi Allohning hukmini bilib turib ataylab o'zgartirganlar. Shuning uchun bu kufr. Ikkinchi ta'vil Ibn Abbos radhiyallohu anhu ning so'zlari. Kufrun dunal kufr. Islomdan chiqarmaydigan kufr deb aytdilar. Ya'ni agar kishi Allohning hukmini tan olib, lekin nafsi yoki manfaat sababli unga amal qilmasa, u katta gunohkordir, lekin islomdan chiqmaydi. Bu Hizbut Tahrirning barcha darsliklarining va kitoblarining asosiy mezoni siyosatdir. Hizbut Tahrirning asosiy o'qitiladigan kitoblarining nomlari bilan tanishing. Ayrim kuzatuvchilar bu partiyani Ixvonul Muslimin, birodarlar tashkiloti deb atalgan jangari guruhning tarkibiy qismi sifatida ko'radi. Ularning pozitsiyasi takfirlash, ya'ni o'zlarining siyosiy ideologik mezonlariga to'g'ri kelmagan har qanday shaxsni kofir deb atash, xalifalikni dinga asos qilib ko'rsatish, bu ularning islomning maqsadlari, dinimizning asosi tavhid, ibodat, axloq, adolat kabi masalalarni chetga surib, xalifalikni siyosiy shior sifatida ko'tarishadi. Holbuki islom bu faqat boshqaruv shakli emas, balki to'liq hayot tarzi, iymon, ibodat, axloqni o'z ichiga oluvchi dindir. Va dinimizning asosiy masalalari ayniqsa hozirgi zamonda shulardir. Xalifalik va shunga o'xshash masalalar bulardan keyingi masaladir. Hizbut Tahrir siyosiy ekstremizmga moyil, diniy niqob ostida harakat qiluvchi sektadir. Ular islom nomi bilan dinni siyosiy instrumentga aylantirishga harakat qilishadi. Ulamolar bir ovozdan ta'kidlaydilar: islom avval qalbda o'rnatiladi, keyin jamiyatda. Haqiqat kuch bilan emas, dalil bilan tarqaladi.